Endi 41-yilda solgan uylaringni buzishga shoshmanglar. Buni zo'r yechimini topdim. O'zbekiston yangilik biznes. Bu terma panel biznesi bo'ladi. Shunday terma panelni olasizda, mana bunday qilib sepib turasiz. Bu ota bola, ona bola, chola kampir, libboy odam qiladigan biznes. Eri xotin ham bemalol biznesni qilib qo'ysalang bo'ladi. Buni zo'r tomoni shunday po'xta yopishtirasizda, ya'ni penani yopishtirib turib shunday ushlab turadigan bo'lsangiz, 1 minut ushlab turasiz, bo'ldi, yopishadigandan bo'ladi. Bizda vaqtimiz yetmagan uchun yopishmayapti. Shilaka bo'lak, pena bo'lak, libboyga yopishaveradi, hattoki temirga yopishadigandan bo'ladi. Buni yopishtiradigan bo'lsangiz, yozda uylaring muzday, qishda issiq bo'ladi. Pechka yoqadigan bo'lsangiz, uylaring tez isiydi, kondisioner qo'yadigan bo'lsangiz, uylaring tez soviydi. Chunki issiq sovuqda zo'r ushlab beradi. Bu biznesni qilaman deganlarga bu yerda stanoklari ham bor. Stanoklar narxi $900 dan $1200 bo'ladi. Mana endi penalarimiz, ya'ni terma panelimizning narxi 3 santimetrligi 90 ming, 5 santimetrli bo'ladigan bo'lsa 110 ming so'm bo'ladi. 100 kvadratdan oshadigan bo'lsa, dastlabkasi mutlaqo O'zbekiston bo'yicha tekin bo'ladi. Mana shilaka blok yopishtirib qo'ygan variantni ko'ryapsizlar. Bu libboy devorga yopishaveradi do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, ekran pastida nomerlar bilan telefon qilaverasizlar. Yotog'i, oziq-ovqat urgach mutlaqo tekin bo'ladi. Bizning kanaldan chiqargan skidkangiz zo'r bor, shoshilinglar.